أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم arkadaşlar. Bugünkü dersimiz et-ta'nis. Ayallıkның alametleri hakkında toxtalımız. Arap tilida isim, erlik isim ve ayallık isim deb ikkiga bo'linadi. Endi isimda odatda erlik isimlarning alomatlari so'zlanmaydi. Ayallık ismning alomati bor, erlik ismning alomatlari o'tirib qo'yilmaydi. Chunki ismi muzakkar erlik ism asli bo'ladi, ayallık ism undan far'i bo'ladi. Şu asliga alomat so'zlanmaydi, lekin far'iga alomat so'zlanadi. Şunlaşqa ayallık isminin alametleri layı bugünkü dersi oturup qo'yiladi. Endi bizning bu kitobimizda ayallıkning 8 türlük alameti oturup qo'yilgan. Birincisi ta'ut ta'nis ayallıkning alameti oldu. Fatima, Hadice degandiki ta'ga o'xshash. İkincisi alifi mahsura, Hubla, Bushra deganga o'xshash, Layla deganga o'xshash. Üçüncüsü alifi mahsura memduda ve alifi ta'nis memduda. Mesela Sahra, Garra deganga o'xshash aliflan demakchi. Ve dördüncüsü şu ininga qaytgan zimirmi ayallıkning alomati. Bir ismga ayallık zimir qaytganligi şu ismning ayallık ekanligi alomati bo'ladi. Beşincisi işaret. Bununla hazi bilen işaret kılınsa ondaqda bu isim ayallık bo'ladi. Altıncısı pilda ta'ut ta'nisning isbotlanışı. Yani şu isim pilning fa'ili bo'lganda pilda ayallıkning ta'si kelganlik, yani şu ismning ayallıkning alomati. Yettincisi tasg'irda ta'ut ta'nisning isbotlanışı. Mesela rujlunning rujaylatun deb tasg'ir qilganga o'xshash. Sakkincisi onu ayallık isim bilen süpetlegenlik mu bir isminin ayallıklıktan alameti oldu. Ayallıklığın süpetlengenlik mi? Bu vakta Musannif rahimahullah mındaktaydı. Alametu ta'nisi ta'an ev alif fi esamin kaddarutta kel ketib. Ayallıkның alameti ta'dur ya ki aliptur. İsimlerde ular tani takdir kıldı, ketip o'xshash. Demek ayallıkның alameti ta, Fatima, Hadice'deki. Yoki alif, bu alif ikkiga bo'linadi. Alifi mahsura, alifi memduda. Ve esamin degan isminin cemisi esma, esmanın cemisi esam çıkdı. İsimlarda ular alametu ta'nisni, ayallık alametini, uğan tani badab qaradi katib o'xshash. Masalan katib ayalliq demişqa uni tasg'ir qilsa kutayba deb kutaybatunda katib kutayfa deb ashara tani badab taqdir qilingan bo'lg'achqa. Masalan rijlunni rujaylah deb taqdir qilamiz, shamsuni shumaysa deb taqdir qilamiz, qidrunni qudayra deb taqdir qilgan o'xshash. ويؤرب التقدير بالضمير ونحوه كالرد بالتصغير. Bu badab qarash taqdir zimirlar bilan bilinadi. Aşırı tabeykendash zimir bilan bilinadi. Masalan hazihi rijlun deganga o'xshash. İşaret bilan rijlunning muannasida ashuna ta'ni taqdir qilganligimiz bilinadi. Endi Muhammed rijluhu tavil, Muhammed rijluhu tavile, Muhammed onun puti mesela uzun desek tavilatun deb ta'kelganligi rijluning muannasligini ko'rsatib turdi deganga o'xshash. Yani zimirlar bilan bo'ladi. Shundaqla ve nahvihi o zimirning o'xshishilarni ishoratlar bilan va shundaqla şu tasg'irda qilinishidan degandek maqsadlar o'tirib qo'yilgan. Tasg'irda uni
tasg'iriski u ismni tasg'iris qaytirganga o'xshash. Odatda ko'plik ismlarning birlik erlik ayollikka mufrati qaytirishdan mufrat ismning erlik ayolligini aramizaq tasg'iriski qaytirishdan bo'ladi. Ve tali fariqatan fa'ula aslan velal mif'ala vel mif'ila kezâke mif'alun ve ma talihi tel farqı min zi peşuzuzun fihi. O alamet-i ta'nis ayollıkның alameti olan ta asli boğan fa'ulaga farqat küçü bulup yandaşmaydı. Mif'al ve mif'ilga yandaşmaydı. Şundaqla mif'al mu şununla o'xshash. Bu muşladın bu muzakkirle muannaslıkның o'tini farq etib berguchi ta'ning mushlağı yandaşqınni onun da şazızdır. O az ehval o. Ve ma talihi tel farqı min zirgini yeni muşu isimladın, muşu vezinladın fa'ul, mif'al, mif'il, mif'aldan ibaret bu tört veznidin qaysi birisqa ayolliqninki şu farq ta'si muzakkir muannas farqning ta'si yandishib kelsa, qo'shilib kelsa pashuzuzun pi ununda shaz qoida bu. Normali holat emas deb qaraymiz. Demek ki onu endi bu yerda fa'ulan asla deb kelgan. Fa'ulan asla. Yani fa'ul asli bo'lib kelgan fa'ulga farqat kishi ta'tushashmaydi deganimiz fa'ul asli fa'il ma'nosi bilan keladi. Ammo far'iy ma'nosi maf'ul bo'ladi fa'ulning. Endi fa'ulning asli ma'nosi fa'il bilan bo'lg'achqa masalan rajulun sabur desek sabr qiluvchi er degan bo'ladi. Ammo bunun far'iy ma'nosi ga qo'shilsa bo'ladi. Far'iy ma'nosiga qo'shiladi, ammo asli ma'nosi olan fa'il ma'nosidan kelgan shaklga qo'shilmaydi. Maf'ul ma'nosidan kelgan shaklga qo'shiladi. Masalan, haza jamalun rakub, hazihi naqatun rakuba. Bu minilguchi tuga degan bo'ldi. Rakub markub ma'nosida kelgan o'xshash. Endi mif'il şunun o'xshash mif'il dedik. Endi mif'il odatda azolatli mif'ilda ta'kidlangan ahvol bor. Miskin ayolga miskinatun deb kelgan o'xshash. Lekin shaz ahvol bu. Ve min fa'ilin ka qatilin intabi' mawsufahu galiban atta tamtani. Qatilga o'xshash fa'ildin uning mavsufiga ko'pincha ta agassa u ta'ning kirishi cheklanadi. Yani qatilga o'xshash fa'il vaznidan uning mavsufiga fa'il sifatlab kelganda uning mavsufiga ko'pincha ta agishib qolsa u chog'da uning yuziga ta'ning kirishi cheklanadi. Mesela imra'atun qatilun deganga o'xshash. Chunki qatilda qatil muzakkar muannasga o'rtaq ishlatiladi. Chunki imra'atun qatil deb kelgandan keyin u chog'da imra'atun qatilatun deb kelmaydi. Muannasiga mavsufida ta bo'lg'achqa uning sifatida kamisi bo'ladi. Qatilning mavsufida ta'ning borligi chuqum qatilning muannasida ishlatilganligiga alomat bo'ladi. Ammo bu qatil mavsufsiz holat ishlatilsa, ta'siz qatil deb ya takami qatilatun deb yoki shu buningki bunda bir mavsuf bilan kelmaganda u chog'da normal holatda muzakkar deb tushuniladi. Ra'aytu qatilan deb kelsa maqtulni ko'rdim deganni ko'rsatib turadi. Endi bu qatil qandaq chog'da ayollikqa o'rtaq bo'lgan ma'noda ishlatiladi, qandaq chog'da muzakkirga ta'siz, muannasiga ta'lan ishlatiladi desa, bu fa'il vaznida kelgan so'z asli ma'noda ishlatilsa,
Yani fail ma'nosi bilan ishlatilsa shunday bo'ladi. Ammo maf'ul ma'nosi bilan ishlatilgan chaqda chuqum ta qo'shiladi. Ta qo'shilmaydi. Fail ma'nosi bilan ishlatilganda ta qo'shiladi, maf'ul ma'nosi bilan ishlatilganda qo'shilmaydi. Masalan, haza rajulun karimun, hazihi imra'atun karimatun degan o'xshash mana sahiba o'xshida böyle fa'il karim degan bu fail ma'nosi bilan ishlatildi. Bu vaqtda buningda ta muzakkir ta'siz muannasi ta bilan kiradi. Ammo bu maf'ul ma'nosi bilan ishlatilganda haza rajulun qatilun, haza rajulun jarihun desak majruh ma'nosida jarohatlantirilgan, o'ldirilgan degan bo'ladi. Bunda holatda chuqum muzakkar muannasga ta ishlatilmay keladi. O'rtaq ishlatiladi. Wa alifut ta'nis zatu qasrin ve zatu maddin nahvu unsal gurri. Ayollikning alifut ta'nis biz bayam ayollikning alameti ta ve alif degan muşu ayollikning alameti olan alif kasr igisidir ve mad igisidir. Yani bu alifut ta'nis al maksura, alifut ta'nis al memduda deb ikkiga bo'linadi. Masalan, unsal gurri degan o'xshash. Gurrining ayolga qo'ygan g'arra o'xshash. Masalan, mushu ism mamdud deganimiz hamda g'arra desak mamdud shu. Gurrining ayolga qo'ygan mushu g'arra o'xshash. Demak, ayollikning bu beytda tushunish qilib bo'ldiki, alifut ta'nis ikki qismga bo'linadiganligi, birisi alifut ta'nis maqsura, ya'ni birisi alifut ta'nis mamduda ekanligini tushunib bo'ldi. Endi alif wal ishtiharu fi mabanil ula yubdihi waznu uraba va tula. Endi mushu alifi maqsuraning nurg'un vaznlari bor va alifi mamduda ism maqsura va alifi maqsura bilan kelgan ismul maqsurlarning nurg'un vaznlari bor, ismul mamdudlarning nurg'un vaznlari bor. Tevanda ism maqsuraning vaznlarini ko'ramiz. Birinchisining qurilmalarida mashhur bo'lgan vaznlarni uraba vazni, tula vazni oshkorlab beradi. Shundaqla marata vazni oshkorlab beradi. Jami bo'lgan yo mastar bo'lgan yoki sifat bo'lgan shab'a o'xshash fa'la vazni oshkorlab beradi. Shundaqla hubara, summaha, sibatra, zikra, hassisa, kupurralar bilan mushlamu mana mushu ism maqsur vaznini oshkorlab beradi. Shundaqla xullayta, shuqqara bilan billa bulamu mushu ism maqsur vaznini oshkorlab beradi. Jami bu 12 xil vazni bildiradi. Va adul li g'ayri hazi istindara. Muşulanın gayrini, muşhil veznin gayrideki haginni azlıkka nispet birin. Şimdi birinci veznisi puala dedik, uraba degen o'xshash. Mesela puala, shu'aba degen, shu'aba desek bir urunun ismi. Pu'la, tula, hubla degen o'xshash. Marata vazni dedik. Mesela marata desek bu fa'ala vazni minishning bir navini bildiradi. Fa'la vazni jami bo'lgan holatda, masalan qatilun qatlaning ko'pligi fa'la vazni bilan chiqdi, qatla deb jami. Yoki mastar bo'lgan holatda da'ayadun da'va deb mastar chiqadi. Yoki sifat bo'lgan shaba'a yashban shaba'a deb sifat chiqqan o'xshash fa'la vazni jami bo'lib, jami taksir shaklida mastar bo'lib, sifat bo'lib, fa'la vazni bilan ilif maqsur va ism keladi. Buni ayollik muomala qilinadi.
Hani hubara puala o'xshash, bu bir turlik ucharliqni ko'rsatuvchi hubara sumana deganga o'xshash. Puala summaha deganga o'xshash. Fi'alla sibatra deganga o'xshash. Fi'la zikra deganga o'xshash. Endi undan boshqa fi'ili hissiga o'xshash, masdar. Fu'ulla kufurra o'xshash. Khullita fu'ayla o'xshash. Fu'ala shuqqara khubbaza deganga o'xshash. Mush 13 xil vazni ismul maqsurning alif maqsurba ismlarning vazni hisoblanadi. Ana navbatda mush alif mamdud kelgan ism mamdudlarning 17 xil vazni o'tirib qo'yiladi. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين والفعلاء ثم فعالا فعلا فعلولا فاعولا أو وفاعلاء فعليا مفعولا مؤلق العين فعالا وكذا مؤلق الفاعل فعلاء أخذا ألف ممدود Muş bab olgan ismi memdudlar üçün fa'la vezni ba, af'ila vezni ba, ayni üç xil oqulgan af'ila, af'ula, af'ala deb. Fa'lala ba, fi'ala ba, fu'lula ba, fa'ula veznleri, fa'ila veznleri, fi'liya veznleri, mef'ula veznleri. Ayni mutlaq olgan fa'ala Aynı mutlaq olduğunuz fa'ala, aynı mutlaq aynı zeber zirpeş demekçi. Fa'ala, fa'ula, fa'ila aynı mutlaq oldu. Pası mutlaq olan fa'ala'u şundaqla pası mutlaq olan fa'ala'u elinde pası mutlaq olan alatta mesela fa'ala'u, fu'ala'u, fi'ala'u deb kelgan o'xshash o yetxil vazni ko'rsatib turadi. Mesela biz bunu birinci xil vazne fa'la, sahra, hamra deganga o'xshash alif mamdud. İkinci af'ila, af'ula, af'ala vazni dedik. Mesela arbi'a'u, arba'a'u, arbu'a'u deb ishiltiriladi. Endi 5-chi xil vazni fa'lala'u, mesela aqriba'u deganga o'xshash. Endi 6-chi xil fi'ala, qisasa deganga o'xshash. Fu'lula, qurpsa deganga o'xshash. Bir xil o'ldirishni bildirdi. 8-chi xil vazni fa'ula, ashura deganga o'xshash. Fa'ila, qasi'a deganga o'xshash. Fi'liya, kibriya deganga o'xshash. Maf'ula, mashyuha, shayxning ko'piki mashyuha deganga o'xshash. Fa'ala'u, baraka'u deganga o'xshash. Fa'ila'u, qarisa'u deganga o'xshash. Fu'la'u uch xilmi shu. Endi fa'ala, xafaqa, fi'ala, siyara, fu'ula, xuyala deganga o'xshash. Mana shu 17 xil vazni hammasi alif ismi mamdud, alif mamdud bo'lgan ismlarni ko'rsatib turadi. Shuning bilan bizningki ayollikning alomati bo'lgan alif mamdud va alif maqsur bo'lgan ismlar haqida darsimiz oxirlashdi. Endi biz navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz ismi maqsur va ism mamdud. Al ismul maqsur, al ismul mamdud. Biz bayon o'rganganimiz ism alomati ismul maqsur, alomati ismul mamdudni ko'rdik. Endi ism maqsur degan nima? Ism mamdud degan nima desa, ism maqsur bu oxirida aldı pata qiluvchi ilib bo'lgan ism. Ama ism mamdud degan şu oxiridan oldin qarib mushu ziyodi ilib bo'lgan oxirida hamza bo'lgan ism bo'ldi. Musannif rahimahullah mundaq deydi. İza mustawjaba min qabl at-tarab fathan ve kana za nazirin kel asab. فلنزيره المعلل آخر ثبوت قصر بقياس ظاهر
Kafi'lin ve pu'alin fi cem'i ma kafi'latin ve pu'latin nahud duma. Benim tercümesi bundak. Sahih isim ahir qaribning oldin qaribning fatha bo'lishini talab qilsa, ahir sahih bo'lgan bir ism ahir qaribning oldin qaribning fatha bo'lishini talab qilsa va u o'xshish igisi bo'lsa, ya'ni u zanazir o'xshish igisi bo'lsa deganga buning bir ism mushu asabga o'xshash. Mana asab desak, asifaning masdari asab chiqadi. Ahir harf sahih bo'lib, ahirni oldin qarab zibar bo'lgan asabga o'xshash mushna bo'lsa va bu o'xshish igisi bo'lsa, mushu xil sahih ismning o'xshish uchun ahiri illatlik bo'lgan mushxil sahih ismning o'xshish uchun qasri sabitdir, ism maqsurning sabitligi mavjuddir, oshkora qiyos bilan deydi. Demak, ism maqsur mavjud bo'lish uchun oxirgi baytni devasak, fi'alin va pu'alin deganga o'xshash fi'latinning va pu'latinning jamisida. Masalan, fi'latni jami qilganda fi'al, pu'lan jami qilganda pu'al, ya'ni oxiridan oldin qarab zibar. Masalan, sayd dumaga o'xshash. Oxir mu'tal bo'lsa duma. Masalan, duma desak, mana shu pu'al vaznida kelgan bo'ladi duma. Chunki duma degan ismni mishari biz ism maqsur deyish uchun buning o'zining saydin vazni bormi, sayy ismlardan shu o'qishi bormi desa bor. Demak, bir ism maqsur bo'lish uchun cho'qim uning sayy ismdan uning o'qishi bo'lishi kerak. Bir ismning ism maqsur deb atalish uchun sayy ismdan uning o'qishi bo'lishi kerak. Sahih ismdan uning o'qishi bo'lishi kerak degan gap oxir qaribni oldin qarib zibarlik bo'lgan ism maydon kelgan bo'lishi kerak. Demak, yuqorqi baytning mazmuni oxirqisining oldingi harf fatha bo'lishi va uningga sahih ismlari o'qishi bo'lgan ism fathaga o'xshash. Fatha mana asabning o'qishidir. Fatha ism maqsur ekan. Nimishqa fathaning o'qishi bormi? Asab. Oxirdan oldin qarab zibar o'qildi. Endi mushu masalan fi'al pu'al desak mushkisi fi'lat pu'latning jamisi bo'ldi. Endi sahihisi masalan fi'al ning mushu fi'al qandaq vaznidagi ism maqsurga shu ning o'xshulab beradi degan vaqtimizda piryatunning jamisi on piran. Piran fi'al vaznida. Endi buning sahihidin o'xshi bormisi ba qita qit'atun firyatun qit'atun firan qita'un degan o'xshi. Fi'alun qita'un sayyidin o'xshi bor. Endi duma ikkinchisi misol duma masalan dumyaning ko'pligi o'xshi g'urab. G'urbatun g'urapun mana buning sayyidin bo'lgan o'xshi hisoblanadi. Shu ism maqsur bir ism maqsur bo'lish uchun uning cho'qim sayyidin o'xshi bo'lgan bo'lishi kerak. Sayyidin o'xshi bo'lmasa u ism maqsurlanmaydi. Sayyidin o'xshi bo'lishligimiz oxir qaribni u ism sahih bo'lib oxir qariblat nima oxir qarib harf sahih bo'lmasa sahih bo'lmaydi. Oxir qarib harf sahih bo'lib turib oxirini oldin qarib zibar o'qilgan bo'lsa buni ism maqsurga sayyidin o'xshiwa deb qaraymiz. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما أرب. آخر قسمның آخر qaribning oldin qaribi alif bo'lishga haqli qo'ygan ism. Oxir qaribning oldin qarib alif bo'lishga haqli qo'ygan ism bu ismi mamduddir. Ism mamdud bo'lib uning o'qishi kaskin tunildi. Demek ism mamdudning o'qishi saydin o'qishi bor. Ammo bir ismi mamdud deb atalishi uchun cho'qim uning saydin o'qishi bo'lishi kerak demakchi. Masalan, u hamzatil vasli bilan boshlangan filning masdiriga o'xshash. Ir'awa irta'aga o'xshash. Ir'awaning masdiri irta'aning masdiriga o'xshash. Endi ir'awaning masdiri mana mushu
ismi memdudning sahidin bo'lgan o'qishi hisoblanadi. Masalan, ir'avaning masdari nima chiqadi? Ir'avaning masdari ir'avaun chiqadi. Masalan, irta'asha desak, nima? Ir'avaga o'xshash va irta'aga o'xshash dedik. Endi mana shu ir'ava, irta'ani biz nima deyish uchun şu irtava ve irtaalani masdarları bu ismi memdud hesaplandı. Muşunu ismi memdud deyish uchun çokum şu sahidin o'xsho'si. Irtaa arab sahiy emas. Irtaa ve pil sahiy emas. Bunun masdari mu sahiy chiqmaydi. Anda o'gandan irtavaning masdari ir'avani ir'avaun irtaaun o'tgan. Anda da muşunu biz isim memdud deyish uchun çokum bunun o'qishi saydin o'qishi bo'lmadi. Ba irta'asha, irta'apa masdar nima chiqdi oxirida desak, irta'aning irta'ash, i'tirab. Mesela i'tirabun o'xshash irta'a un deb bunda chiqqan memdud. Vel adimun nazir za qasrin ve za meddin binaqlin kel hija vel hiza. Endi o'qishni yo'qotquchi qasr egisi bo'lgan holatda, ism maqsur bo'lgan holatda va mad egisi bo'lgan holatda, ism mamdud bo'lgan holatda va ism maqsur bo'lgan holatda o'qishni yo'qotquchi sahidin uning o'qishi bo'lmag'ini bin naqli. Yine bu samai bilan bo'ladi. Ama qiyasi holatda ism maqsur, ism mamdud maydon kirish uchun cho'qim uning sahidin o'qishi kerak. Ama sahidin o'qishi yo'q turib o isim maqsur holatda isim maqsur yoki isim mamdud maydon kelsa bu samai deb qaraladi, hijaga o'xshash. Endi hija degani aql deymiz, hijani isim maqsur, hizanimi endi hijani isim maqsur deymiz. Isim maqsur bu bunda hijaning vaznida saydin o'qishi bo'lmaydi ekan. Nima ish qaraganda fa'ning barobarida qarab kasr qilib ahirinin aldın qarab pata o'qilgan sahih isim yo'q. Hizaga o'xshash hisa ism mamdud fi'ala deb mandalaqi sahih ismdan buning o'qishi bo'lmaganligi uchun hizaning buni biz samai deb qaraymiz. Wa qasru zil madd istiraran mujma'u alayhi wal aksu bi khulfin yaqa'u. Mad igisni mad egisini qasr qilish zurriyat nuqtasidan ijmo qilinguchidir. İsmi mamdud zurriyat nuqtasidan ism maqsur qilinsa bo'ladi. Buning ittifoq qilingan. Al aksi ixtilof bilan yuz berguchidir. Aksi deganimiz ism maqsurni ism mamdud qilish ixtilof, lekin ixtilof bor, lekin mavjud. Masalan, labut min san'a degani san'a deb maqsurga o'zgartirib qo'ygan o'xshash. Navbatda bizning ko'makchi o'g'limiz endi bu ism maqsurlarni va ism mamdudlarni qandaq holatda tasniy qilamiz va qanday holatda jami muannas salim shaklda, jami muzakkar salim shaklda jami qilish masalasi. Shunga kayfiyatu tasniyatil maqsur val mamdud va jam'ihuma tashiha. İsm maqsur va ism mamdudlarni tasniy qilishga ishkilik qilishning shakli va uni jami salomat tariqasida jami qilishning shakli chiqadi. Musannif bu haqqi mundaq deydi. Ahiri maqsurin tusanni ij'alhu ya in kana an sulasatin murtaqiya. İsm maqsur siz tasniy qilmoqchi bo'lgan ism maqsurning oxirini ya qiling agar u ism 3 harfdan ziyoda bo'lsa. 4 harf, 5 harf, 6 harf bo'lsa. Masalan, mas'a deganga o'xshash. Mas'a desak, mana bu 4 harf. Muntada desak 5 harf. Mustashfa desak 6 harf. Mana mushlarni biz 3 harfdan ziyoda ekan, mushni biz tasniy qilmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Oxirdagi alifni yog'i yutkaymizki, mas'a mas'ayan, muntada muntadayan, mustashfa mustashfayani deb mundaq tasniy qilamiz. Kazal lazil ya asluhu nahvul fata
vel camidul lezi umila kemeta. Şunun o'xshash uning asli ya bo'lgan ismlarmi mushunga o'xshash yog' yo'tkildi, pataga o'xshash. Masalan, pataning asli ya bo'lg'achqa bu üç harf bo'lsa-mu tasniy qilingan yog' yo'tkildi, patani patayani deb qilamiz. Ve imala qilinmaydigan jamid ismi mushunga o'xshash mata. Jamid ismining oxirgi alifmi yog' yo'tkildi, mataga o'xshash. Masalan, mata. Bu imaliq meta imaliq qilinadi. İmala ilib bilan patani birga qo'shib o'qishaladi shaklini ko'rsa meta. Meta dedik. Meta dedik. Meta dedik. Meta. Bu meta mushu tasniy qilinadi. Bir odamga alam meta ism bir odamga alam qilinsa yoki bir odamga ism qilinsa, masalan meta yani deganga o'xshash bunda tasniy qilinadi. Shunga ism mahsur 3 harfdan ziyoda bo'lsa, 3 harfdan ziyoda bo'lsa, uning alifi yog'i yetkilnudi tasniy qilinganda. Ama 3 harf qilib asli ya bo'lgan bo'lsa, ya'dan yetkilgan alif bo'lsa, bu chaqdan yog'i yetkiludi. Ve imala qilingan jamid ismlarmi tasniy qilinganda mataga o'xshash yog'i yetkiludi. Ve fi g'ayri zat tuqlabu waval alif ve evliha ma kana qablu qad ulib. Muşunun gayrida, yuqarqının gayrida alif va'ga yo'tkiladi. Yani qasın gayrida muşu 3 harflikkan asli ya'dan yo'tkalmaglikkan yoki imala qilingan jamidki ilibkan yoki aşı 4 harf, 5 harf, 6 harflik ismlarning oxirgi alifkan bular cho'qim ya'ga yo'tkiladi. Amma bundaq bo'lmaganlarda alif va'ga yo'tkiladi. Asaga o'xshash. Mesela asa desek 3 harflik undagi alif ya'dan yetkilmagandan ho'ga yetkildi tasniy qilinganda asavani deganga o'xshash. Yoki uningdagi alif mushu alif mahsur dedik endi masalan imala qilinmayotgan bo'lsa u boshqa bo'ladi. Va awliha ma kana qad ulib va uni buningdan burun kunalginiga yotgan Muşu beytning mazmunini qalaydigan bo'lsak, bu şu bayamqi 3 harf asli ya bo'lmagan yoki alifi mahsur bo'lib 3 harf 4 harf 5 harfdan yuqori bo'lganlari bo'lsa, buni yog'i yo'tkash masalasi. Bu chiqib bo'ldi. Endi yuqoriqining boshqasida va ilib yo'tkiladi dedik. Bu ikki xil mazmunni ko'rsatadi. Biri alif vodun yo'tkalgan bo'lsa, asavani deganga o'xshash. İkincisi alif vodun yo'tkalmagan bilan uningda imala qilish sahih bo'lmaydi. Metada imaliqlik bo'lgan bilan ilada imaliqlik bo'lmaydi. Ilada, izada, ladada imaliqlik bo'lmag'achqa ila degilmaydi. İmala qilinish sahih bo'lmaganlarda buningda mishalki alif vog yetkildi. İlani tasniy qilsak ilavan, izavan, ladavan deb tasniy qilamiz. Bularning bilan bir odam ismi atalgan bo'lsa. Bu biz diqqatimiz bölüşki tegishli bo'lgan mazmunlarni ko'rsatib turadi. Wa ma kasahra biwawin sunniya wa nahwu ilba kisa'in wa haya biwawin wa hamzin wa ghayr ma zukir sahhi wa ma shazza ala naqlin qusir. Sahraga o'xshash vav bilan ism mamdud endi hozirda o'tirib qo'ymoqchi bo'lganimiz ism mamdudning gapi sahraga o'xshash vav bilan bu sahraga o'xshash bo'lganlarini vav bilan tasniy qilindi. Demak sahra, hamra o'xshash ismlar mana bu oxirdagi alif zaida, hamza, hamzatul mamduda, suzilg'uchi alif ba ism, alif mamduda bo'lgan ismlar tasniy qilinadi vav bilan. Sahravani deb tasniy qilindi. Demak, uning hamzasi nima uchun kelgan hamza bu? Tasniy uchun bilik alif mamduda buning muannas ekanligini bildirish uchun kelgan vav bilan bo'ladi. Va ilba va kisago hayago o'xshashtirmi
Vav bilen yoki hamza bilen bo'ldi. Ilbaan yoki ilbavan. Kisaan yoki kisavan. Hayavan yoki hayaan deganga o'xshash. Yuqori zikr qilinganlarning g'ayrini sahih qiling. Ya'ni uni shu pati qilsin budu. Wa ma shazza ala naqlin qusir ve yuqori naql qilin shaz buning yuqori qoidaga mos kelmayotgan holatda az kelganlari naqliga to'xtildiki samai holatga qaratildi. Bu yerda bu ikki baytda 4 mazmun chiqdi. Biri uning hamzasi ta'nis uchun kelgan hamzatul mamduda, uning hamzasi ta'nis uchun kelgan sahroga o'xshash. İkincisi ilbaq o'xshash, uning hamzasi ilhaq uchun kelgan. O'sha libi mamduda qismi qo'shuvtirish uchun kelgan kisaga o'xshash bo'lsa, yoki kisaga o'xshash, uning hamzasi vodin yoki yo'tkalgan bo'lsa, ya hayaga o'xshash, uning hamzasida yadin yo'tkalgan bo'lsa, bu chog'da tasniy qilinganda ya vav bilan yoki ya bilan nima vav bilan yoki asldagi holati bilan nima qilamiz? Ilbaan, ilbavan deganga o'xshash. Vav bilan tasniy qilinadi yoki hamza bilan degan gap o'z aypati qilib qo'yiladi. Ammo hozir deyilganning boshqasi bo'lsa, uning hamzasi nima ekan? Hamzasi asli ekan, qurroq o'xshash. Mundaq bo'lsa, bu shu o'z ayni ishkili qilinadi Qur'on deb. Endi yuqorqi qoidalarda shaz bo'lgan yuqori qoidalardan halqib kelganlari u samoyiga arablardan anglanganga yuk qaratiladi, uningga bir narsa qiyos qilinmaydi. Masalan, kisa ne shu qanday qildik biz kisaan ya kisavan qildik, uni kisayani deb qilsak bo'lmaydi, Qur'onga qiyos qilib. Wahzib minal maqsur fi jam'in ala haddil musanna ma bihi takammala wal fatta abqi mush'iran bima huzib ve in jama'taha bita'in ve alif wal alif aqlib qalbaha min at-tasniya ve tazid ta'alzimanna tanhiya. Siz isim maqsurlardan cemi qılinganda, isim maqsurni cemi qilganda, isim maqsurni cemi qilganda isim maqsurlardan ishkilik ismning ta'rifati bo'yicha o isim maqsur inin bilan to'liq bo'lgan narsani tashlab o'ting. Isim maqsur nima bilan to'liq o'tdi? Isim maqsur alifi maqsur bilan to'liq o'tdi. Anda bo'lsa isim maqsurni cemi qilgan vaqtimizda cemi muzakkar salim tariqasida ishkilikning ta'rifatida ishkilik ism to'liq bo'lgan narsa alifi maqsurdi, alifi maqsurni tashlab o'ting. Masalan, mustafa desak, mustafavna qiling deydi. Wal fadha abqi mush'ira bima huzib. Tashlanganni bildirsin deb fathani qoldiring. Alifi maqsurning oldiriki fatha shubhada qolsin, tashlangan alifi maqsuriga dalolat qilguvchi bo'lib. Agar siz buni hamda va in jama'ataha bita'in va ilib yuqorqi cemi muzakkar salim taqisi cemi qilinadi. Agar siz u ism maqsurini alif va ta bilan cemi qilmoqchi bo'lsangiz, cemi muannas salim taqisi cemi qilmoqchi bo'lsangiz, oxirgi alif maqsurani xuddi tasniyda qalbi qilgan yo'tkigandek yo'tgan. Alif maqsurani tasniyda demak yo'tkigan to'q. Masalan, biz Mustafa degan so'zni tasniy qilmoqchi bo'lsak, Mustafa vani yoki Mustafa yani deb nima qildik? Mustafa yani, mustashfa yani, mas'a yani deb qildik. Ammo ba'zini vo'g'i yo'tkidik, ba'zini yo'tkidik bu ham so'zlandi. Shunga alifni tasniyda yo'tkigandek yo'tgan. Va ta'i endi siz şu tavilen neydi zat ve tazid ta'ilziman tanhiya degan bu ta'igisinin ta'sini yiroqlashtirishni lazım tutilgan gap. Agar bir ismni cemi muannas salim taraf cemi qilmoqchi bo'lsak, uning oxiri ta bo'lsa, ta'ni tashlab o'tib ilibtani qo'shing. Muslimatunni muslimat, Fatimatundagi ta'ni tashlab o'tib am Fatimat qiling demoqchi. Mesela g'urfatni ta'ni tashlab g'urafat deganga o'xshash. Demak,
Mustafani cemi muzakkar salamda cemi qilmoqchi bo'lsak, mustafavna, mustafayna qildik. Endi mushu ilmning oldingi narsa tashlangan ilmga dalolat qilsin, shu peti qasun dedik. Endi tasni mushu cemi muzakkar salim tariqasida cemi qilmoqchi bo'lsak, alif xuddi tasnida yo'tkalganga o'xshash shu qoidaning o'zidan yo'tkiludi. Masalan, hublani tasni qilganda hublayan bo'lganmi, cemi muzakkar salim tariqasida cemi qilmoqchi bo'lsak, hublayat deb cemi qilinishi kerak. Ammo muslimat, fatimatlarga o'xshashlarning ta'sir tashlanib, an ilibta bilan cemi qilinishi kerak. Ve salimal aynis sulasi ismen anil itba'aynin pa'ahu bima şukil. İn sakinal ayni muannesen beda muhtetemen bitta ev mucerreda. Ayni salamet boğan, aynin beraber Arap sözünün ölçümü boğan fa'illamның gepim ya da Arap sözünün ölçümü boğan fa'illamdı ki aynin beraber karib salamet sağlam erib boğan üç harflik boğan isimni cemi muzakkar salim tariqasida cemi qilganda aynini harekatlarda uning pasiga agashtirishni lazım tutun. Agashtiring. Masalan, bunu ko'rsak, adeta g'urfatun degan so'zni cemi qilsak, cemi muzakkar salim tariqasida buning aynin barabari karib harf sahih pu'latun bo'lgandikin g'urfatun. Endi mushu aynin barabaridagi harfni pasning barabaridagi harfga agashtirgan keyin fa'ning barabaridagi harf pashmikan, endi g'urfatun bo'lsa g'urfatun jafratunni jafaratun sidratunni sidratun deb bunda qilish kerak deydi. Ve in sakinal ayni muannasan bada, agar ayni sakinlik bo'lgan muannas isim, ayni sakinlik bo'lgan muannas isim ta bilan oxirlashgan holatda oshkor bo'lsa, yoki mushu ta'din xoli bo'lgan holatda oshkor bo'lgan bo'lsa, yuqorida qilinadi. Masalan, g'urfatun ayning barabari karib ayni sahih ve ayning barabari karib sakin muannas bo'lgandan keyin ta bilan oxirlashgan bo'lsa, bu ayning barabari karibni shu fa'ning barabari karibni harakatiga birimiz nima bo'ladi? G'urfatun bo'ladi. Yoki u ta'din xoli bo'lgan bo'lsa dedi, masalan hindunga o'xshash. Hindun desak, buni ayning barabari karib sakin ve ayni sahih bo'lgan uch harf ism. Endi bu ta'din xoliyatda tamam bo'lg'achqa, buni mu bayon qilsak, ayning barabari karib ayniga harakat etimiz fa'ning barabari karib bilan moslashtirib deydi. Hindunni hinidatun deb bunda qilamiz. Ve sakkinit taliya gayral fati ev khaffifhu bil fati ve kullan qadravu. Fathaning g'ayriga agash kuchini sukun o'qing. Fathaga agash kuchini zibr o'qing. Masalan, fathaga agash kuchini jafratunni chuqum jafarat desh kerak. Ammo g'urfatunga o'xshash, sidratunga o'xshash fa'ning g'ayriga agash kuchini, fathaning g'ayriga agash kuchini sukun o'qisangiz bo'ladi. Fathaning g'ayriga agash kuchini zammiga agashgan g'urfatda aynan barobar kirib, pashga agashgan sidratda aynan barobar kirib, kasrga agashgan buni sakin o'qingki jami qilganda g'urfatun sidratun desangiz bo'ladi. Yoki uni fatha bilan yangilating g'urafatun sidratun deb bunda qilsangiz hammasini ular rivoyat qildi. ومنعوا اتباع النحو الذروة وزبية وشذ كسر جروة. Ular Araplar muş zirvenin o'qishini ve zubyanın o'qishini agashtirishni chekladi. Zirvani jami qilganda zirvatun qilishni, zubyani jami qilganda zubiyatun deb mundaq jami qilishni chekladi. Mushu o'qishlarni agashtirishni chekladi.
Endi jirvaning kasri o'qilishi az bo'ldiki, jirvatun deb o'qilishi az bo'ldi. Bu nimaga o'xshaydi? Bu nima demakchi buning deganda, bu oxirida ta bilan oxirlashgan, ta'ning oxirgi harfi illat bo'lganning misoli. Jirva, yana bu zirva desak, masalan zirva avval qarib kasra, lami vav bo'lgan bo'lsa, bu chog'da buni anda aynan barobarlik harfni harakatini fa'ni barobarlik agashtirmaymiz. Zirvat, zubiyat deb qilirish kerak demakchi. Ama cirvede çoğu, cirvede işki yoldurur. Şaz lekin kesir okuluşu. Ve nadirun evzuzdirarin gayruma ve kaddemtuhu evli unasin tamam. Hem yukarıda men ilgiri kılgallarının gayri un çıkıp kağını azdır ya ki zürriyet igisidir ya ki kişilerge nisbat berilgandir. Nurg'un odamlarga nisbat berilgan ma'lum qabilaning tili deb qoladi. Yuqorida men digidimdan boshqa chiqib qolganlar deydi. Masalan, ayning barobaridagi harf sukun bo'lib, va harf ayning barobaridagi harf sahih va sokin bo'lgan bo'lsa, bu chog'da 3 yo'l durust. Dedik yoki shu ta bilan oxirlashgan bo'lsin yoki ta'siz kelgan bo'lsin dedi. Endi yuqorida so'zlagan qoidalarga zid kelgini u nadir ahvol yoki zurut shir yoki ma'lum qabilaning tili hisoblanadi. Masalan, nadra degan o'xshash samra desak jamisi samrat kelishki, samuraning jamisi samrat deb keldi. Samuraninki samrat deb keldi. Bu samrat kami asli samarat kelish kerakdi. Buni bu nadir nayt az uchraydigan ahvol. Zurut shirligimiz mesela hummilatu zafratul duha ataqtuha debdi. Zafrat debdi. Asli kelish kerak, zafarat kelish kerak. Endi avrat kitqani avrat kelib qapti. Asli avratun avrat gitti. Avratun avrat gelmey, avarat kip kaldı. Bu Huzayl kabilesinin tilida işletildi. Bunda avrat şekilde işletilgeçke, şuna bazı kişilerge nispet taptı. Deyişimizin sebebi şu. Şuna bunu bu tesni, isim maksurlarının tesni ve cem'i kılınış ahvali. Bugünkü dersimiz onu ahırlaştı. Kinki dersimiz cemut teksir ile başlandı. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.